Oo. Jamshid aka nishatdiysan uni tushunmadimmi? Hozir avashat tashdingiz, erik qoladi bu narsa. ishimizga garantiya beramiz mana. Hov, qani. Qo'linizda mumkin. Loy tiyadimi, nima tiysa bemalol yuvasa bo'ladi yuvoldi. Yana yangilik. Mana, qo'linizda. Yana yangilik. Hov, Jamshid aka. Hov. Bundan keyin fonni yuvib olaradilar devoldi. Qo'lni bizlar bitirib ketganimizdan keyin bemalol yuvasa bo'ladi. Ochilib ham kelar ekan, bang. Ochiladi, bitta ikkita changlari ham ketadi, zo'r bo'ladi. Qancha yuvasa shuncha ochiladi. Bu narsalar ko'rib tursinlar, vafshim bir kачествосына и sifatına gap bo'lishi mumkin emas. Ya'ni Jamshid akamiz общий Xorazmdan necha yil oldi ishlab yuribsiz Jamshid aka? 4 yildan beri ishlayapman Xorazmda. Jamshid akani 1 yil oldi taniyman, to'g'risi 1 yil oldi reklama qilib yuribdilar, lekin haqiqatdan ham ishlari gap bo'lishi mumkin emas. Ya'ni isboti bilan ko'ra isbot turibdilar. Jamshid aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'misiz, zamonmisiz? Charchamayapsizmi? Bugun Hazarasib, ya'ni Kirtepa mahallasida Ajjalida bir plan obyektni bitirganlar, ya'ni travertin. Bu Kartamera degan Kartamera fasondagi. Kartamera fasondagi nimasi? Hammangizga assalomu alaykum deymiz. Hurmatli oilaviy to'g'ri obunachilari, sog'misizlar, omonmisizlar? Bugungi videorolikimizda ya'ni eng sifatli mahsulotlarda ishlab turgan, ya'ni Jamshid akamiz bo'ladi, Samarqandda bo'ladilar o'zlari. Xudo xolasa, ya'ni O'zbekiston bo'ylab ishchakki ishi 10-yildan beri turibman dedingiz? 13 yildan beri. 13 yildan beri. Ya'ni bargan soyin sifatini oshirib boryaptilar, bargan soyin ishni usuliyatini ko'payib boryaptilar. Ya'ni yangi professional darajada bajarib qaytadilar. Shunday. Endi hozir o'tgan masalan joy ko'rgazdik Jamshid aka, to'g'rimi? Ya'ni bugun yana Ismoileshon, mana bu yoqda yana Ismoileshonni biladilar. Bu ham tarafimiz Karvak, bu ham tarafimiz Yangi bozor, bu ham tarafimiz Durujba. Hurmatli obunachilar, общий Xorazm bo'ylab xizmatlari ketadi. Travertin bo'yichali, narx-navolarni ko'razamiz. Jamshid aka, endi qarang, yana bir obunachilar nomidan so'rab qo'yaman. Qo'li hozir suvurni o'sib beradi. Qo'li qovoqda nima qiladi? Bo'shimi, bo'shamaydi? Yo'q, bo'shamaydi. Mana shular tirnog'ingiz bilan даже aniq qilib ko'ring, mana qattiqligini sinab ko'ravering. Nima ketmaydi, to'g'rimi? Ketmaydi. Ina obunachilar, qarang. Bargan so'ng, yuvilgan so'ng ochiladi. Endi bir ham ko'rishingiz mumkin. Ina berina polni travertin qo'yibdilar, ya'ni chang olibdi bu yerda. Buni ham yuvib ko'rgasak ham bo'ladi buni. Yuvib ham bersangiz ham bo'ladi Jamshid aka. Hozir yuvib. Shuda bir yuvib, qani shu botni ko'ra berasizlar. Ina, ibellardan suvda ekan, kelib qarang. Mana. Qarang, polni yuvib sirib olsa bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri shunday. Ina qarang. Yuvib olish mumkin. Polni yuvib sirib olishingiz mumkin bu narsalar. Bo'ldi, Jamshid aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli obunachilar, o'zingiz sifatini, bahosini berasizlar, ina qaranglar. Polirovka bo'lgan bang? Polirovka bo'lgan, lak bo'lgan, jimchuk bo'lgan. Polni. Bunga qarang, bu endi svetini bersa bo'laman endi bunga. Har xil svetdan qilsa bo'ladimi? Har xil svetda bo'ladi. Faqat polirovka qilib bo'lmaydi. O'sha oq travertin bilan qaymoq sveti bor. Shunisini polirovka qilib chaqlash mumkin. Boshqalarni polirovka qilib bo'lmaydi. Boshqalarni polirovka qilib bo'lmaydi ekan, hurmatli obunachilar. Mana bu Pinoplix tega olib bergan uyda egasi. Shular uстановка qilib berish ichida hammasi. Tegalar bonus. 30 ta deraza, eshik deraza bo'lsa ham farqi yo'q. Qarang, masalan, shunda 1 2 3 4 5 6 7 7 joy ham polni. Ishi 7 dona narsa bor ekan o'zi, darvozalari, hurmatli obunachilar. Ya'ni bonus oldi, to'g'rimi? Shunday ya. Faqat sotib beradi, biza yopishtirib, chiroyli qilib sepib, ichida. Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, ishi ko'rib turgan ishi Kariza bitinda ishtirokidagi bu o'zingiz apparasizlar ustonovka qilib berishi Jamshid akamizning bo'ynida. Ya'ni bonus oladi. Shunday. Endi travertin narxi necha so'm bo'lib turibdi dedilar? Travertin endi 8 dollardan 12 dollargacha bo'lib turibdi hozir. 8 dollardan 12 dollar oladi. 12 dollargacha. Endi yana ham masalan ob'yom kattaroq bo'lsa, sal kelishtiriladi. Keyin devordan ustiga qarab ham bo'ladi-da, bir xil devor shkaturka bo'lmaydi. Bo'lmasa masalan keyin kafilnikli uyda egasi olib bersa, tortib o'zimiz taxlab olamiz. O'shasiga qarab pullarni kelishib joyda ko'rib dogovori bo'ladi-da. Bo'ldi. Uy egalari ham shu yerda borda, hozir uy egasi intervyu beraman endi. Javohir yakaning bir aqi ustani ishini ichiga ekan bir. Kesanga bir aqi intervyu ber. Assalomu alaykum ukam. Bormisan? Sog'misan? Omonmisan? Charchamasdan? Men qara endi qara, ustani ishini ichiga ekan. Ustani ishina gap yo'q, 2 oy bo'ldi turibdi. Chang bo'lsa shu yuvib sirib, har vaqt. Pon yuvib sirib olsa bo'ladi. Albatta. Pon yuvib sirib olsa bo'ladi. Ishlarning sifatini ichiga yoqdimi? Ishning sifati zo'r, yaqqani uchun shu internetdan ko'rib. Shu o'z oilaviy to'dan zakaz bergansan, to'g'rimi?
Bo'ldi, joning sog' bo'lsin. Shunda bir plani urdirding polni. Yo'q, xudo xolasa. Bo'ldi, Tabiiy bo'ldi. yetmayman, menlar o'ldirib. Bo'ldi. Jamshid aka bu yoqlarni ham ko'rasiz, berak aka. Joning sog' bo'lsin, Javohir. Ishlaring omad sizga. Charchama. Endi bu yerdan bir ko'rasiz, berak aka. Yana yo'lni bo'ynadan urdirganlar, hurmatli obunachilar. Endi insholar ham urilgan ekan bu. Chiqaryapman, bu tomoni bunday bo'lgan, keyin ammo barbekuni ustunlari bilan qilganmizda. Endi qarang obunachilarga. Yildirashni qarang, yildiraydi ekan bang. Yaldiraydi. Ha. Yap bo'lishi mumkin emas lekin. Kartam yuradigan fason bu, hurmatli obunachilar. Endi qarang endi. Bundan ham boshqa fasonlari bor deydilar, to'g'rimi? Bor. Endi masalan obunachilar telefon qilsa, katalogimiz bor, rasmlarimiz bor, boshqa fason videolari bor, o'shalarni tashlab beramiz. Bo'lmasa necha rayonda qilgan olsangiz, shu rayonda bo'lsa, shu rayonga borib ko'rish ham mumkin. Xorazmda hamma rayonida ishlab chiqqanman, joylar bor, obyektlar bor. O'sha yerda shunday borib masalan video emas, shunday ko'zi bilan borib ko'rish ham mumkin. Hamma rayonda bor. Hamma rayonda bor. Hamma rayonda bor. Bo'ldi. Hamma rayonda bor dedilar, hurmatli obunachilar. Yurdingiz, haqiqatdan ham lekin ishlarga gap bo'lishi mumkin emas. Yana Javohir ukamiz o'zi ham aytdi. Gap yo'q dedi, haqiqatdan ham zo'r ishlangan dedi. Endi ishon tarafini ham urganlar, yan tarafini urmaganlar, sababi bu yana ko'rib turibsizlar o'zini chiqib bo'lib turganini. Lekin hurmatli obunachilar, o'zingiz bir bahosini berarsiz, haqiqatdan ham dahshat urilgan, yana ko'rishingiz mumkin qarang. Bir tez olib chiqqan bang. Qo'l vaqtdan hurmatli obunachilar o'zi bilinadi narsadan. Bir tez olib. Bu bilan yana bonusına gitti dedilar. Bu narsa yanki ishtirokidagi narsalardan. Shunday ya. Gap yo'q. Jamshid aka, xudo xohlasa ikkinchi obyektni neda yana? Ikkinchisi anunda. Hazaras Qozaq bozori ichida. Ha, bozorda ichida. O'zim ko'rib o'tdim-ku sizni. Ha, ko'rib o'tdingiz. 3D variantda bo'lgan u. Ha. Bundan arzonroq variantimiz bor. Ikkisini bitta qilib ko'rsak dedimda. Bo'ldi, boramiz siz yoqqa. Shunday. Asa endi xudo xohlasa hurmatli obunachilar, ko'rib kuzatib borasizlar. Endi Hazaras Qozaq bozorining ichida 2 etajdan ya urgan Jamshid akamizning o'zi. O'zim bir ko'rib o'tdim. Endi shu yerga borib ko'razamiz sizlar. Borib ko'razamiz desak, dim ko'p baradan joylarimiz, lekin xudo xohlasa o'zingiz telefon urasizlar. Telefon ursangiz sizlarga kataloglarni tashlaydilar, yo'masa ishlanib turgan joylarni borib ko'rasizlar. Bemalol bo'lishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, Jamshid akamiz xizmatda. Ikkinchi obyektga ketdik esa. Ketdik. Hurmatli obunachilarimiz, ina xudo xohlasa Hazaras Qozaq bozoriga keldik. Ya'ni bu yon tarafimizda Parranda bozori, bu yon tarafimiz Dekkan bozor, bu yon tarafimiz ya'ni G'olichilar. Shunda hurmatli obunachilar, hozir Jamshid akamiz ish qilganlar, ya'ni bir planni ishini bajarganlar. Shunday. Jamshid aka, endi nechta usulda qildingiz buni o'zingiz bir tushuntirib bering. Bu 3D variantimiz. 3D fasonda bo'lgan. Mana bu eshiklar girdlariga tega bo'lmagan, o'zimiz chizib chiqarganmiz. Bunday. Egasi kerakmas dedi. Ha, egasi kerakmas dedi. Bu o'zi asli tekis devor. Lekin 5-6 metr uzoqroqdan qarasangiz, o'rtib chiqqandek bo'ladi. To'g'ri, 3D variantda. To'g'ri. Bu ham xuddi o'sha nark travertinga o'xshab chaqlanib, lakdan to'ydirib, yaldirab turibdi eli. Endi bu qarang, endi narxi boyagi qaraganda arzonmi bu, qimmatmi deydilar. Bu arzonroq variantimiz, sababi buni 1 sloy travertindan chiqadi bu. Yoqda kartamera fasonimiz 2 sloy travertinda chiqadi. 2 sloyda chiqadi. 2 sloyda chiqadi bu. Endi har qasining o'zining ishi bor, to'g'rimi shunda? Ishiga, mehnatiga qarab baholari o'zgarib ketaveradi. To'g'ri. Hurmatli obunachilar, buni endi nima deb aytamiz buni? Обычный travertin mana shunda bu nima deymiz? 3D palasa. Ha, 3D palasa deyiladi. 3D palasa deyiladi. Qarang, lekin uzoqdan qarang, hurmatli obunachilar, haqiqatdan ham yangi tab bo'rtib chiqqandek bo'ladi bu narsa. Yana. Gap bo'lishi mumkin. Endi bir obyekt necha kunda bitib turibdi hozirgi vaqtda, Jamshid aka? Endi bunday bir 200 kvadratli joy bo'lsa, misol 200 kvadrat bo'lsa, shu bir haftaga bitadi-da. Bir haftaga bitadi. Bir haftaga bitadi. Endi ansot ishamasak bilan. Ha, endi o'ziga yarasha ishi bor. O'ziga yarasha ishi bor, qiyinchiligi bor. Yana obunachilar. O'zi ham 2 etaj bu. 2 etaji zo'r, lisalarni ko'rib, ermagat ishlaganlar buni. Qarang, haqiqatdan ham zo'r chiqqan. Yana polni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mana shu xudo xolasa shu oilaviy tuvdan ko'rib zakaz berganlar egalari. Shunday ham. Shunday ham. Berganlar xudo xolasa. Bu o'rtalari 3D egalari ham ko'rib aytdim uni. Burchaklariga kubik tashlaganmiz. Kubiklar ham o'rtib ko'rinadi hozir.
Kubiklar ham bir ko'rinadi, to'g'rimi yana? Quyoshga unisini ko'rsating-da yaldirashini. Yildiryapti obunachilar, qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Qarang. Bir tesatib burilgan hurmatli obunachilar, ya'ni laqdan ham do'ydirganlar. Lakdan Mana xuddi shu holatda yuvib, siyirib, shlanka bilan ortib olishingiz mumkin. Shunday, ya. Travertin materiali bir xil, hamma fasonga bir xil ketaveradi. Faqat mehnatiga qarab pul o'zgaradi-da. Mehnatiga qarab. O'sha ish, o'sha travertin, yerdagi oq travertin ham, bu travertin ham materiali bir xil. Material bir xil. Faqat rangi farqi bor. Bu qaymoq sveti, u oq svetdan. Bo'ldi. Endi keyin fason ham bo'ladi-da bunda endi fasoni. Bu 3D variantimizda. Yana hurmatli obunachilar, qarang. Bu haqiqiy men tan berdim. Ya'ni Jamshid akam haqiqatdan shuni niyat ish qiladi ekan, o'sha biza yana nerik o'tgan safar ko'rganlarimizda Xankamat neradu? Yangi bozor deydi. Ha, yangi bozorda ko'rgansiz. 3D varianti. 3D variant ko'rasiz, to'g'rimi? Ha. Lekin vobshim bir sifat o'zgarmagan hurmatli obunachilar, urgansa bir yil bo'ladi uni. Ha, 1,5 yillikmi? 1 yilligini ko'rsatdik nark safar. Yo'q, 1,5 yillikini bittasini ko'rasiz, 1 yillikini bittasini ko'rasiz, menimcha. Shunday edi. Lekin sifatim o'zgarmaydi. O'zgargan yo'q edi. O'zgargani yo'q edi. Obunachilar yana haqiqatdan ham o'zingiz yurib bahosini berishingiz mumkin. Ya'ni qaranglar, ko'pchilik odam Xazariston bo'ladi bo'lsa, yo Bog'otdan bo'ladi bo'lsa, Xazariston bozoriga kelasizlar. Ya'ni bu yon tarafimiz Xiva ishchilar ham to'g'ri kelaverishda. Bu yon tarafimiz g'olichilar, o'zi ikki etaj joy bu ishida, ayna. Qarang. Shu yerga kelib o'zingiz ko'rsangiz ham bo'ladi. Shunday, ha, ko'rsa bo'ladi. O'zlari bir yangi zritel bir yaqindan ko'radilar-da, o'zlariga kelsak o'zalar. Endi videodan ko'ra, ko'zi bilan ko'radi. Havo. Shunday. Endi bozor endi keladi bo'lsa dejekman-da. Bir bu Xazariston, boshqa joydan bo'lsa ham farqi yo'q. O'sha qaysi rayondan bo'lsa, o'sha yerda obyektlarimiz bor. Bo'ldi. Ko'rishga. Hurmatli obunachilar, kimda kim shunchaki ish ma'qul kelga bo'lsa, bemalol Jamshid akamizga berishingiz mumkin. Ya'ni haqiqatdan ham Jamshid akamizni men tan oldim ishlarini, sababi zo'r. Haqiqatdan ham o'zlarini gaplarini javob beradigan bola, ya'ni ishni bitiradilar, keyin pulni olasizlar, to'g'rimi? Shunday, ha. Jamshid aka? Shunday, ha. Ishni topshirib, keyin pulni olasiz. Ishni topshirib pulni olamiz. Bo'ldi. Jamshid aka, siz xudo xolasa ishini ko'rgazdik. Joningiz sog' bo'lsin deymiz. Ishlaringizga omad, xalq xizmatidan charchamang. Rahmat. Hurmatli obunachilar, bemalol berasizlar, kelib ko'rib ham Jamshid akamizning oilaviy qoldiramiz. Oilaviy TV kanalidan chiqsa, kelishtirib bonuslari bo'ladi. Skidka bonuslari bo'ladi. Bo'ldi, sizning kanalingizdan chiqsa. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin aka. Mayli, sog' bo'lasiz. Nomerlarni aytib qoldirdik, ekranda yozib ham qoldiramiz. Qoldiramiz. Onda aytdikmi nomeri? Aytdik. Bo'ldi, sog' bo'ling aka.